Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar. Biz Asaka tumani Axtachi qishlog'idamiz. Bitta mana bu uylarni ko'rib turibsiz. Nimaga bu uyga keldi deb o'ylamang. Yuringlar, sizlarga ko'rsatamiz nima kelganimizni. Mana hozir billa-billa men bilan yuraverasizlar. Hop, bu men bilan 5 yildan beri hamkorlik qilib turgan Abduvohid akamiz uyi. Ya'ni nima tomondan hamkorlik qilyapti? Abduvohid akam ko'chat qiladi. Ko'chatlarni juda chiroyli qiladi. Mana shu bu uyni ko'rganlar ko'pchilik bu aka ko'chat qilmaydi deb o'ylashadi. Ha, barakasini bersin. Mana o'sha ko'chatlar olib ketishyapti. Masal bu uy-joylarni ko'rib bu aka ko'chat qilmaydi deb o'ylashi mumkin, lekin mana shu uyning orqa tomonida ko'chatxonalar juda chiroyli. Hozir birgalikda kiramiz hamda o'sha ko'chatlarni biz sizlarga ko'rsatamiz holatlarini. Qani ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar, mirishkorlar. Mana biz hozir O'zbekistonga mashhur bo'lgan, O'zbekistonda 50% dan ko'proq dehqonlarni ko'chat bilan ta'minlab turgan Andijon viloyatining Asaka tumanining Axtachi qishlog'idamiz. Bu yerdan video qilishimizga sabab mana ko'rib turibsiz, chiroyli bodirillar. Ya'ni bu bodirillar o'zimizdan chiqqan urug'lar. Bu urug'larni biz sinab chiroyli qilib, erta pishar hamda hosildor kasallikka chidamlilarini tanlab olamiz. Va shu Axtachilik akamiz bor, Abduvohid aka. Bu akani juda ko'pchilik taniydi. Sababi biz 5 yildan beri aka bilan hamkorlik qilamiz. Yaxshi urug'larimizdan beramiz. Akamizda bitta xususiyati bor. 5-10 so'm pulga qaramaydi. Baxtiyorjon, qaysi urug'ingiz yaxshi, qaysi urug'ingiz zo'r, xalqqa yoqyapti, shundan berasiz dedi. Qimmat-qimmat yaxshi urug'lardan olib, ya'ni original, bizning xalqimizda yetishadi. Qo'l bola, qo'l urug' falon degan narsalar bor. Abduvohid akam faqat original urug'larni qiladi. Buni originalligiga men javob beraman, chunki urug'larni faqat mendan sotib oladi. Mana shu kunda hozir Abduvohid akam mana shu ko'chatxonalarda chiroyli qilib ko'chatlarni yetishtirib, xaridorlarga yetkazib beryapti. Mana hozir kadrda bu tomonida ko'chada kirib kelishimizda ko'rdik. Eshikda xaridorlar nima deydi? O'chirta turgandek turishibdi. Endi biz bu ko'chatlar haqida ozgina ma'lumot berib ketamiz. Bu yerga asosan bilgi yangi maqtagan sortimiz Starvay bor, berganmiz, anchagina qilgan Giza urug'imiz bor. Keyin bu Giza ham yangi. Keyingi urug'larimiz Milan degan urug'imiz bor. Juda yaxshi, ko'p dehqonlarga baraka topgan. Prado bor, mana necha yildan beri Prado urug'imiz xalqimizga yoqyapti. Erta pisharligi, salqin havolarda massani berishi, Karona hamda Istanbul urug'larimiz bu yerga kelgan. Endi hozirgi paytda Abduvohid akani o'zini suhbatga chaqiramiz hamda bu ko'chatlarni mana bunday chiroyli bo'lishiga qanaqa mehnatlar qilgan, qanaqa qilib isitgan bu katta joyda, shular haqida ko'chatxonasi necha sotik, bir yilda qancha, sezonda qancha ko'chat qilishi hamda masalan men o'zimga telefon qilyapsizlar, Surxondaryodanmisiz, Qashqadaryodanmi, Qoraqalpog'istondanmi, shu sizlarga yetkazib berish qanaqa bo'ladi? Shu narsalarni Abduvohid akamni o'zidan so'rab olamiz. Hozir mana Abduvohid akamni chaqiramiz ekran oldiga. Assalomu alaykum Abduvohid aka, sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Yaxshimi, telamaki oldinglarmi? Rahmat. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu Abduvohid akamiz, chunki juda ko'pchilikka telefon raqamini beramiz, ko'chatlar jo'natgan akamiz mana shu bo'ladi. Abduvohid aka, endi charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'p, Abduvohid aka, mana hozir ko'chatxonangizga birinchi kelishim, ko'rdim, juda chiroyli. Isitish tizimi, termizlar ham balandligi, bunaqa baland ko'chatxonalarda aniq bilaman, ko'chatlar erkin, chiroyli, hech qanday kasallarsiz bu dehqonlarga yetib boradi aka. Endi hozir birinchi so'raydigan narsam, mana bu qatorda yetilib qolgan ko'chatlarimiz qaysi navimizdan? Bu Hedway, boshdan oxirigacha hammasi. Bular Hedway. Bularchi? Bular Giza bu tomonda. Bular Giza. Xo'p, bular Milan. Mana kichkinalarimiz Starvay bor o'sha yerda. Xo'p, Starvay. Endi bu kichkinalar Starvay. Starvay bular. Demak, Starvaylarimiz qandaydir bir 10-15 kunda yetilar ekan. Hozirgi paytda bizga yetilganlari Hedway, Giza
hamda Milan sortlari. Prado nargixonada bor. Prado. Hurmatli bobo dehqonlar, hozirgi paytda mana shu gizalarimiz yangi salqin havolardan beri chilikligi ham bor. 30-35 kunlik davrda, vegetatsiya davrida pishadi. Mana shu Milan Prado navlarimiz ham xuddi ana shunaqa salqin bulutli havolarda ham massani beradigan navlar. Endi Headway'da juda ko'pchilik biladi. Jicha kechkiligi bor, lekin bo'lgandan keyin uni to'xtatib bo'lmaydi. Abduhop aka, endi isitish tizimi haqida ham jicha gapirib o'ting, dehqonlar baribir qiziqadi. Hozir shu chekkadagi otopleniylar o'zimi yoki nimalardan taydan ham narsa ketganmi? Endi Baxtiyorjon, asosan bu xonada biz ko'chat yetishtiramiz. Bu yerda pornashi ust o'ti yerda to'pli pol qilingan bunga. Mana hozir urug' chiqarishga ham, urug'dan keyin ham kulokka qo'ygandan keyin porni kulokka pikrovka qilinadi. Keyin undan keyin 5-4 kun turgandan keyin bu to'pli polda. Keyin undan keyin sartrovka qilib turib chiroyli qilib olib ketadiganlar bo'ronga o'xshab bir xilda qo'yamiz. Keyin undan keyin olib ketishaveradi. Haqiqatan mana ko'chatlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, bir xilda, buni bittasi katta, bittasi kichkina emas, mana bir xilda saralab, chiroyli qilib baqa tayyorlangan. Abduhop aka, bu ko'chatxonamizni hozir o'rtacha necha gradus to'shadingiz mana sovuq kunlarda? Endi meniki Baxtiyorjon asosan mana 76 4 qator sistema aylangan. Mana shu to'pli polsiz ham o'zi buni issig'i xohlagan gradusga olib chiqaman. Men shu kungacha 17-18 dan, sovuq kunda ham tushmaydi. Hali anomalda ham 17-18 chiqardi. Hozir undan ham yaxshi chiqadi bizga 17-18. Yoqilg'imiz ko'mir. Yoqilg'i ko'mir ishlatiladi har kuni. Endi Abduhop aka, mana shu bizni muxlislarimiz, obunachilarimiz bitta narsani so'rashib qoladi. Siz O'zbekiston bo'yicha har bir viloyatlarga yetkazib berishga nima qila olasizmi? Buni imkoniyati bormi? Masalan, Qoraqalpoqdanmi, Qashqadaryodanmi, mana kecha Toshkentlik bir akamiz so'rovdi, nomeringizni berib yubordim, shularga bemalol yetkazib berishingiz mumkinmi ko'chatlarni? Albatta, xudo xolasa mana bizni 4 kilometr narida Fura Isuzularning petagi bor. Petag bor. Ha, mana shu yerdan kim qancha zakaz qiladigan bo'lsa, shu yerdan shunday mashina chiroyli qilib Pirevalar qorpor bo'ladigan bo'lsa ham qiynlanmasa ustiga salflarni chiroyli qilib egaziga yetkazib beryapmiz. Xudoga shukur, shungacha bundan keyin ham xudo xolasa xalq xizmatini qilamiz. Rahmat sizga ham. Hurmatli bobo dehqonlar, ko'chatlarimiz chegaralangan. Biz videoni boshidan oxirigacha akamizning nomerini qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Abduhop akam erinmay telefonda oladi. Sizdan adresni, qanaqa qilib jo'natish hamma yo'lda tushuntiradi, bemalol tushuntiradi. O'zi yuklab, chiroyli qilib, o'zi aytgandek sovuqlar olmaydigan qilib, ustilarini o'rab jo'natib beradi. Abduhop aka, bu akalarimiz, klientlarmi? Ha, bular har yil olib ketadigan klientlarimiz, hozir ustiga kelib qolishdi. O'zimiz mijozlar, ras ustiga kelibsiz. Aka 1 minutga keling, mana shu taniydigan insonlar. 1 minutga keling, mana shu akamiz haqida bir ko'chatlar haqida bir narsa deb qo'ying endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimi? O'zingiz dehqonchilik boshlayapsiz aka. Ha, rahmat. Aka qayerdan keldingiz? Izboskan va Cho'madan keladi. O'zi Andijonda o'zidan Izboskan tumanidan keldingiz. Akadan ko'chatni necha yildan beri olasiz? Bu akadan ancha yillardan beri olamiz. Ko'chatni yaxshi yetishtiradi bu. Ko'chatni yaxshi yetishtiradi. Endi qarang, ko'chatni yaxshi yetishtiradi. Urug'ni ko'proq mendan oladi-da. Qanaqa urug' ekkansiz o'tgan yili? O'tgan Hop. hosili yaxshi. Hosili yaxshi. Endi bu yil qaysini mo'ljallab turibsiz? Endi o'tgan yil kelib bergan o'ta ham zo'r bo'lgan hosili. Endi bu yil yana yangi urug'lar kelib bor yangilari tavsiya qilyapti. Shuni qaysini tavsiya qilsa bu aka, shuni olib ketib ekamiz biz. O'zi tavsiya beradi. Mana eki, mana qilib olib ekaverasiz. Mana dardga chidamli, mana yaxshi bo'ladi, mana bo'ladi deb beradi. Shuni olib borib ekamiz biz. Endi qarang, bu videomizni butun O'zbekiston, qolaversa qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston dehqonlar ham ko'radi. Bizni nimalarimiz Qozog'istongacha ko'rishadi, bizni tanishadi, yaxshi bilishadi, shaxsan men tanishadi. Shu dehqonlarga birata gapingiz bormi? Mana kameraga qarab aytib qo'ying, ko'chat masalasida. Ishonchliligi, baraka topganligingiz haqida bir narsa deb qo'ying chiqqan aka. Endi dehqonlarga xudo xolasa nima deyildi? Mana shu akamizga kelsa, ko'chatlarni zo'r yetishtiradi, baquvvat qilib yetishtiradi. Qarim navlarini ham zo'r, ishonarli navlar yaxshi tanlaydi. Olib borib ekamiz, chiroyli hosil bo'ladi, xalqqa chiroyli biz yetkazib beramiz mevalarni.
ko'chatlarni bulardan olib ketamiz. Zo'r ishonarli ko'chatlarni beramiz. Demak, ishonarliga 100% kafolat berasiz. 100% kafolat beramiz. Rahmat aka. Juda ham zo'r ko'chatlar. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bu yilgi dehqonchilaringizga Allohdan bir baraka tilaymiz. Mo'l tuganmas hosillar bo'lsin aka. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Sizlarga ham Endi aka, hozir hammada ish ko'p payt, rosa qizg'in payt. Biz ham qaytamiz aka, uyga borib ish qilaylik. Sizga nima deydi? Alloh kuch-quvvat bersin. Rahmat, Klientlarga yaxshi, chiroyli gapirib, chiroyli ko'chatlarni qilib berishda charchamang aka. Rahmat. Sog' bo'ling, Xudo xolasa keyingi yillarga bir yana yangi navlardan qilamiz. Bizni o'zimizni mijozlarga yaxshi navlardan qilib yetkazib beramiz. Siz ham xalq xizmatidan charchamang. Xo'p aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.